Men tavofni aylanyap turib odamlar bilan gaplasha olmayman. Meni har bitta gapimga amin deb turadigan farishtalar bor u yerda. Har bir gapim Allohning oldida o'tayotganda birov bilan gaplashasizmi? Hayolingizni bir joyga qo'ying. U bugun Ka'bani atrofida rasmga yoki videoga olmang. Nega? Rasmga yoki videoga olish uchun yuzingiz boshqa tomonga burilib qoladi. Namoz o'qiyotgan odam qiblaga to'g'ri turadi. Boshqa tomonga burilsa namoz buziladi. Ka'bani tavofidagi odam Ka'ba bu yoqda bo'ladi, yuzi to'g'riga bo'ladi. Ka'baga qaramaydi. To'g'riga ketadi. Tushundingizmi? To'g'riga qarab yuring. O'sha chiziqqa kelganda to'xtanglar. Ka'baga qaranglar deb aytaman. To'xtaysizda keyin qaraysiz. Qarab Bismillahi Allohu akbar. Ayollar Allohu akbar. Ovozingizni ham ko'tarmang u joyda. İchingizda ayting, duolarni ham ichingizda ayting. Meni duoyim payg'ambarimiz aytgan duolarni aytaman. Siz ichingizda amin deb turing. Xo'pmi? Shunday qilib tavofni tugatamiz. Duodan to'xtashimga keyingi duogacha salovat aytib keting. Agar tavofingizda orasida salovat aytib tursangiz, Payg'ambarimiz alayhisalom va'da berganlar, shu ibodat qabul bo'ladi. Maqsadimiz shu. Ajab emas. İchlaringizda birinchi marta kelib turgan kishilar borsizlar. Alloh ibodatlaringizni qabul etsin. Shu birinchi duoyingizdan umidvormiz. Birinchi marta kelib turganlar aytingki, ey Allohim, hammamizni gunohimizni kechirib yubor. Hammamiz shu umidda kelganmiz.